Vaqf xayriya jamoat fondida o'z faoliyatimni yakunlaganimni e'lon qilmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanalloh. Bunaqa havoda issiq choyga nima etsin? Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, aziz vatandoshlar, millatim, xalqim, ahli O'zbekiston. Bu xabarni aytish uchun aynan shu lokatsiyani tanlaganim bejizga emas. Chunki rostdan ham hozirgi holatda sovuq qotyapman. Qalbimda sovuq, lekin yoqimli. Xuddi hozirga o'xshab. Sovuq, lekin yoqimli. Bizni tanlagan yo'limiz shuni taqozo etadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Alloh taolo ba'zi insonlarning ehtiyoji uchun yaratdi. Odamlar ulardan hojatlarini so'rab kelishadi. Ular qiyomat kuni Allohning azobidan omonda bo'lishadi. Niyatimiz faqat shu edi. Bundan keyin ham so'nggi nafasimizga qadar niyatimiz Allohdan so'rovimiz, duolarimiz shu bo'ladi. Yurak amri yopilgandan keyin xabaringiz bor, Turkiyaga ketdik, elimiz nomidan xizmat qildik. Va keyin yurtimga xizmatim kerakligini bilganim on yugurdim, chopdim, go'yoki uchdim. Vaqf xayriya jamoat fondida faoliyat yuritishlik taklifi berilganda juda ko'pchilik meni qaytargan edi, shubhalangan edi. Qo'y nima qilasan, sangacha ham juda ko'pchilik harakat qilgan, odamlar ishonmaydi, odamlar ishonchi qolgan, lekin bismillahi tavakkaltu alalloh deya Allohga tavakkul qilib kirishdik. Chunki bu xalqim uchun, millatim uchun edi, yurtim uchun edi. Aniq ishonchim komil edi. Alhamdulillah, yaxshi insonlarni atrofimizda Alloh taolo jamladi. Allohning fazli bilan, karami bilan 2,5 yil ichida mislsiz yutuqlarga Alloh bizga imkon berdi. Juda katta natijalar, subhanalloh. Kirib bormagan qishlog'imiz, ko'chamiz, viloyatimiz qolmadi. Bu amal shu darajada kengaydiki, hatto mana o'zingiz ham ko'ryapsiz. Xuddi shuni dasturul amal qilib, shunga taqlid qilib, shunga havas qilib, joyda, viloyatlarda, qishloqlarda mana shunday yaxshi ishlarni davom ettirayotgan shogirdlarimiz, aka-ukalarimiz juda ko'paydi. Bular fidoilar. Qolaversa eng asosiy katta yutug'imiz Alloh taolo vaqfga nisbatan ishonchni odamlarning qalbiga solib qo'ydi. Odamlar ishonishyapti, ihson qilishyapti, yordam qilishyapti, xizmat qilishyapti. Mashalloh, bizning niyatimiz ham mana shu edi. Lekin ming afsuski, hamma narsaning boshi bo'lganidek oxiri ham bor. Bugun Vaqf xayriya jamoat fondida o'z faoliyatimni yakunlaganimni e'lon qilmoqchiman. Ehtimol bu kim uchundir arzimas bir xabardir. Lekin men uchun bu hayot mamot masalasi azizlar. Menga ishonganlar, meni yaxshi ko'radiganlar, oila a'zolarim, do'stlarim, yaxshi ko'rganlarim, bizni ortimizdan shu g'oyaga, yaxshilik yo'lida ishongan holatda ortimizdan borayotganlar uchun juda katta voqea bu. Va bu inshaalloh yana bir katta yaxshilikni boshlanishi ekanligiga ishonchim komil. Vaqfda bo'ladimi, yurak amrida bo'ladimi, boshqa nom ostida bo'ladimi, baribir o'sha yo'lda davom etaveramiz. Sizlardan birgina iltimosim, mendan rozi bo'ling. Rozi bo'ling, chunki omonatlaringizdan qo'rqaman. Oxiratda Alloh taolo yuzlarimizni yorug' qilishligi uchun, mana shu qilgan ishlarimiz jannatlarga vasila bo'lishligi uchun, payg'ambarimiz alayhisalomning yonlarida turishlik uchun, u kishini muhabbatlariga sazovor bo'lishligimiz uchun, bu ishlar vasila bo'lishligi uchun bizdan rozi bo'ling. Men mingdan ming sizlardan roziman. Xalqimdan, vatanimdan, yurtboshimizdan, hamma ishlardan roziman. Bunga yetarlicha o'zining sabablari bor. Buni ham biz yaxshilikka yo'yapmiz. Demak, bir katta yaxshilik bor oldinda va yaqin kelajakda, yaqin kunlarda va ertangi kunimizda yurtimizga, xalqimizga bizning xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, biz har doim labbay deya tayyormiz. Va shu 2,5 yillik vaqt mobaynida Vaqf xayriya jamoat fondidagi bu saxovat ishlarini yurishida, bor bo'lishida, uni yutuqlarda sababchi bo'lgan jamiki insonlarning haqqiga duo qilib qo'ying. Ular duolaringizdan umidvorlar. Ularni siz ko'rmaysiz, bilmaysiz. Ular uzoqlarda, hattoki o'zga yurtlardadir ehtimol. Duo qilib qo'ying. Alloh ulardan ham rozi bo'lsin. Hech kim ishonmasa-da, go'yoki qorni ostidan bir nihol o'sib chiqqanidek
u katta bir daraxtga aylanib meva bergani singari vaqfni ko'rdingiz. Vaqfni ko'rdingiz. Bu bir mo'jizangizlar. Bu mo'jiza xalq birlashsa, xalqning muhabbati bilan, ixlosi bilan, halolligi bilan mana shunday go'zalliklar, mo'jizalar sodir bo'ladi. Juda ko'plab uylar topshirildi, quduqlar ochildi, uylar ta'mirlandi, xastalar davolandi, yosh bolalarimizni o'qitdik, uyli joyli qildik. Hattoki chet eldan qaytarib olib kelingan musofir vatandoshlarimiz, boshqa undan tashqari butun viloyatlar bo'ylab juda ko'p izdoshlarimiz paydo bo'ldi. Ko'ryapsiz, bu amal hech ham to'xtab qolmaydi. Bizdan oldin ham bo'lgan, bizdan keyin ham bo'ladi. Biz hech kim emasmiz. Biz faqatgina payg'ambarimiz alayhisalom boshlab bergan ulug' sunnatni, yaxshilik yo'lini davom etyapmiz. Ehtimol bu videoni ko'rib biroz mahzun bo'larsiz. Hech ham mahzun bo'lmang. Hech ham mahzun bo'lmang. Biz yakun deb o'ylayotganimiz aslida boshlanishdir. Biz mag'lubiyat deb o'ylaganimiz aslida g'alabadir va biz qochayotganimizga aslida yugurib borishimiz kerak. Xuddi shunga o'xshab, meni qalbimda bir nur bor, bir xursandchilik bor, ulug' umid bor. Bu inshaalloh katta bir yaxshilikning boshlanishi. Va xayriya jamoat fondi endi meni qiladigan ishim qolmadi. Tizim yurayapti, alhamdulillah. Mensiz ham bo'ladi bu ishlar. Men boshqa ish qilishim kerak. Va buni ertangi kunda hikmatini nima uchun bo'lganini Alloh o'zi ko'rsatsin, yorug' yuz bilan ko'rsatsin. Siz ham xursand bo'ling, biz ham xursand bo'laylik. Alloh bizlardan rozi bo'lsin, xursand bo'lsin. Niyatim faqat shu. Va o'sha boshda aytgan hadisimga muvofiq insonlarning koriga yarab turib, o'zimizdan bir yaxshilik qoldirish, yaxshi nom qoldirish va dunyo va oxiratda, eng avvalo oxiratda Alloh taoloning oldida yuzlarimiz yorug' bo'lishlikni niyat qilganmiz. Bu niyatimizda yana davom etamiz. So'nggi nafasimizga qadar bu bizni dasturul amalimiz, bu bizni asosiy tamoyilimiz, bu bizni yashash formulamiz. Shuning uchun vaqfda bo'ladimi, yurak amrida bo'ladimi, boshqa yerda bo'ladimi, bir niyatimiz bir. Biz bir yo'ldamiz azizlar. Hammangizga ming rahmat. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Va yana bir bora aytamanki, bizdan rozi bo'ling. Hamma omonatlaringizni qo'ldan kelgancha joyiga yetkazishga harakat qildik. Xato nuqsondan kam emasmiz. U nuqsonlarimizni Alloh taolo kechirsin, siz ham kechiring. Bizni safimizda xizmat qilgan hamma aziz, bizni jamoadoshlarimizdan, viloyatdagi xodimlarimizdan, vakillarimizdan va shu yo'lda eli uchun, yurti uchun, vatan uchun yetim, faqir, miskinlarning xizmati yo'lida shahid ketgan Mahmudjon ukamdan ham Alloh rozi bo'lsin. Shundaylar ham bo'ldi hatto safimizda. Oson bo'lmadi, lekin biz faxrlanamiz. Alloh shunga imkon berdi. Vaqf xalqning yuragiga kirib bordi. Vaqfni endi yaxshi nom bilan tilga olishyapti, vaqfga ishonishyapti. Maqsadimiz ham shu edi. Va bu muhim imkoniyatdan foydalangan holatda sizlarga ko'p rahmat aytaman. Va alohida rahmatim aziz yurtboshimizga. Siz sabab mana bu yo'llar ochildi. Odilona siyosatingiz qolaversa, shaxsan menga bergan bu imkoniyatingiz sababli bugun vaqf boshqacha. Va kelajakda ham men ko'p bora bu haqda aytganman, hattoki o'zingiz bilan o'sha yoshlar ittifoqini tashkil etayotganingizda ham aytganman. Men hamisha qalbimdagi ovozimga quloq solib, hech ham mashaqqatlardan qochmaydigan, yurtim uchun, xalqim uchun hamisha xizmatga tayyor insonman. Balandparvoz bo'lsa-da, ehtimol fidoilik mana shudir. Qanchagina xizmatim kerak bo'lsa, labbay, men tayyorman. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Aziz xalqim, millatim, biz so'nggi nafasimizga qadar birgamiz.